Assalomu alaykum azizlar. Demak, 2022-yil 4-dekabr. Demak, 33, 34, 35, ya'ni 3 talik savolimizga yetib keldik. 3 talik savolimizni sharti quyidagicha. Bizga bitta mana shunaqa 6 burchakli piramida berilayotgan ekan. 6 burchakli piramidaga shar ichki chizilgan ekan. Keyin 6 burchakli piramidani asosiy tomonlari 6 ga teng ekan. Keyin mana bu pi ni 3 tomonga degan ekan. Yon qirrasi bilan hosil qilgan burchagi 60 gradusga teng bo'lgan ekan. Keyin aytilyapti, mana shu sharga keyin eng katta hajmli konus ichki chizilgan ekan. Mana. Endi bizlardan savol nimani so'rayapti? Bizlardan so'rayapti 33-savolga piramida hajmini toping deyapti. 34-savolda sharning hajmini toping deyapti. 35-savolda esa konus hajmini toping degan savol ekan. Endi do'stlar, mana bu yerdan ishimizni boshlaymiz biz. Mana shunaqa S3 dan piramidaning 3dan bitta balandlik tushiramiz mana bu asosga. Bitta balandlik tushirdik mana. Endi keyin mana shu asos markazi qanaqadir A nuqta desak, mana shu A nuqta bilan S nuqtani shunday tutashtiradigan bo'lsak, mana bu 6, bu ham 6, bu ham 6 bo'lib qoladi. Ya'ni muntazam cho'chib qoladi. Endi mana shundan bu asosga mana bu tutashtiradigan bo'lsak, nima bo'lib qoladi? Bitta balandlik tushiramiz. Bunaqa balandlik tushdi. Demak, mana bu nima bo'lib qoladi? Teng mana muntazam cho'chib qolyapti. Muntazam cho'chigani uchun tushirilgan balandlik ham mediana ham bisektor esa bo'ladi. Demak, mana bu mediana bo'yicha teng 2 ga bo'ladi. Demak, 3 bo'ladi. Demak, mana shu asosidagi mana bu O, mana bu qanaqa tushni nuqtani qanaqadir h desak, OH topib olamiz. Demak, OH ni topadigan bo'lsak nima bo'lib qoladi? 6 ni kvadratini ayirib tashlaymiz, 3 ni kvadratini. OH kvadrat teng qoladi 36 minusdan 3 ni kvadrati 9 ga teng. Demak, OH ni kvadrati teng bo'lib qolar ekan 27 ga. Demak, OH topadigan bo'lsak 3 ildiz osti 3 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, OH degan joyimiz 3 ildiz osti 3 ga teng bo'lar ekan. Endi mana burchagimiz bizga aytilyaptiki 60 gradusga teng deyapti. Endi aytib beramiz. Mana bu H, O, keyin S3 burchak qiladigan bo'lsak, mana bu uchidagi burchakni belgilaydigan bo'lsam, uchidagi burchakni mana shu uchidagi burchakni belgilaydigan bo'lsam 30 gradus bo'lib qoladi. Endi 30 gradus burchak qarsa katit gipotenuzani garmaydi. Gipotenuzamiz mana bu qolyapti. Qora tushgan chiziq bor, mana shu gipotenuz bo'lib qolyapti. Demak, gipotenuzamiz 6 ildiz osti 3 bo'lib qolgan ekan. Endi e'tibor beramiz mana gipotenuza 6 ildiz osti 3 bo'lsa. Xo'p, endi sharni radiusini belgilaymiz. Mana shunaqa tushgan bo'lsa, mana shu yer qanaqadir radius bo'lsin mana bu. Mana markaz bo'lsin sharni, keyin mana bu yon tomonga bitta perpendikullar tushiraman mana. Yon tomonga perpendikullar tushirib oldim. Endi bu radius bo'lsa, jami balandligi, demak mana bu qolgan qismi, ya'ni h minusdan r bo'lib qoladi. Chunki qo'shsam balandlikni berish kerak. Demak, mana bu nima bo'lib qoladi? Radius. Chunki sharni markazidan uning uchlarigacha bo'lgan masofa uni radiusiga teng bo'ladi. Endi xo'p, mana shu joydan biz topib olamiz. Nima topib olamiz? Xo'p, bo'ldi. Mana sinus 30 gradus topadigan bo'lsak nima bo'ladi? Sinus 30 gradus topadigan bo'lsak, o'xshashlikdan foydalansak ham bo'lar ekan. Ya'ni shu burchak qarsa katitning gipotenuzaga nisbati, shu burchak qarsa katitning gipotenuzaga nisbati. O'shandan foydalanamiz. Xo'p, demak, foydalanadigan bo'lsak, yozaman mana bu yerda. 30 gradus burchak qarsa katit r bo'lyapti, gipotenuza nima bo'lib qolyapti? H minus r. Yozaman. R ni nisbati h minusdan r ga teng bo'lib qoladi. Keyin yana 30 gradus burchak qarsa katitni mana 3 ildiz osti 3 ni gipotenuzaga 6 ildiz osti 3 ga nisbati. Ya'ni 3 ildiz osti 3 ni nisbati nima ekan? 6 ildiz osti 3 ga. 6 ildiz osti 3 ga teng ekan. Tushunarli bo'ldimi? Endi biz undan oldin nima? Mana bu 3 ildiz osti 3 ligi bor, mana bu 6 ildiz osti 3 ligi bor. Endi bitta balandlik topib qo'yib Pifagordan. Pifagordan balandlik topadigan bo'lsak, demak, h kvadratini topadigan bo'lsak, 6 ildiz osti 3 ni kvadratdan ayirib tashlaymiz. Hop, 3 ildiz osti 3 ni kvadratini. U holda h kvadrat teng bo'lib qoladi 81 ga. Demak, h'imizni 9 ga tenglik kelib chiqadi. Ya'ni balandligimiz nima bo'lgan ekan? 9 ga teng bo'lgan ekan. Uni aniqlab oldik. Endi mana bu yerda davom ettiramiz. Demak, r taqsim h minusdan r teng bo'lar ekan, bo'lsak 1 taqsim hop 2. Demak, 2 ta r imiz teng bo'lgan ekan h minus r ga. Demak, h'imiz 3 ta r ga teng bo'lgan ekan. H 3 ta r ga teng bo'lyapti. Balandligimiz necha o'zi hozir? 9 bo'lyapti. 3 ga bo'lib qo'ysak, demak, radiusimizni 3 ga tengligiga kelib chiqadi. Bo'ldi. Radius 3 ga teng bo'lgan ekan. Xo'p, endi men mana ozroq joy qoldirib qo'yaman. Menga sharni bir ikkita ishlari bor, undan keyin davom ettiramiz. Endi qarang. Bizlar nimani so'rayapti? Piramidani hajmi topinglar. Piramidani hajmi topish uchun asosning yuzasi bilan nima kerak bo'ladi? Balandlik kerak bo'ladi. Balandligi bor, asosning yuzasini topib olamiz. Bo'ldi. Demak, piramidani hajmini topib qo'yamiz.
Mana shu yerdan topaman. Va piramidani hajmi 1/3 is asos ko'paygan nimaga teng bo'ladi? H ga teng bo'ladi. Bu teng ekan. 1/3 is asos nima bo'ladi? Asos 6 burchak bo'lyapti. 6 burchakni shunaqa tutashib chiqadigan bo'lsam, nimaga 6 ta muntazam uchburchak ajraladi. Muntazam uchburchak tomon 6 bo'lyapti. Demak, yozaman. Is asos nimaga teng bo'lar ekan? 6 ko'paygan muntazam uchburchakning yuzasi a kvadrat ilzosida 3/4 ga teng. Ko'paygan h'imiz 9 bo'lyapti. Bu teng ekan. Endi hisoblaymiz. 9 bilan mana bu 3 ni qisqartirsak, demak 9 ni 3 ga bo'lsak 3 qolib ketadi. 6 ga ko'paytiraman. 6 kira 3 18 taqsim 4 ko'paygan a kvadrat ilzos 3 bo'lyapti. Endi e'tibor beramiz mana. A'miz nimaga teng bo'lib qolyapti bunda? A'miz 6 ga teng bo'lyapti muntazam uchburchak tomoni. Demak, a kvadrat bo'lyapti. Demak, 18 taqsim 4, a kvadratimiz esa 6 bo'lsa 36, ilzosida 3 bo'lyapti. Endi 36 bilan 4 ni qisqartirsak 9 qoladi. Demak, buni hisoblab qo'yamiz. 9 kira 8 72 162 ilzosida 3 bo'lib qolar ekan. Mana shu 6 burchakli piramidani hajmi. Demak, javoblar qaraydigan bo'lsak, mana qaraymiz. Mana bizga 6 ta javob berilyapti. Demak, 162 ilzosida 3 deganimiz A javobga mos kelar ekan. Shu bilan ketdi birinchisi. Endi keyin qiladi. Mana bu yakunlab qo'ydik buni. Endi keyin qiladigan ishimiz sharni hajmini toping deyapti. Sharni radiusini topdik, 3 ga tengligini. Demak, sharni radiusi qanaqa topilardi? Hajmi qanaqa topilardi? Va sharni hajmi teng bo'ladi 4/3 pi r kubi. Mana shuni hisoblab qo'ysam bo'ldi. Menga pi ni nimaga tengligi bor mana? Pi imizda 3 degan. Demak, 4/3 pi ni o'rniga 3 ni qo'yaman, keyin r kubi. Rimiz necha bo'lyapti? 3 bo'lyapti. 3 ni kubi 27 ga teng. Demak, yozaman 27. Endi e'tibor beramiz mana. 3lar bilan 3lar qisqarib ketsa 4 kira 27 bo'lyapti. Ko'paytirib qo'ysam necha bo'ladi? 108 bo'ladimi? 108 ga teng bo'lar ekan. Hop, sharni hajmi. Demak, qarayman endi. 108 degan javob B javobga to'g'ri kelar ekan. Demak, bu 30 nechinchi savolga to'g'ri kelar ekan? 30 mana buni belgilab qo'yaman. B javob deb belgilab qo'yaman. Bunga A javob mos kelar ekan. Mana. Endi bittagina savolimiz qolyapti. Konstni hajmini topish qolyapti. Endi savolga keldik. Mana shu sharga eng katta hajmli konst ichki chizilgan ekan. Endi e'tibor beramiz. Mana shundaqa bitta O markazini degan bo'lsak, mana bu balandligiga qanaqadir kichkina h deylik, chunki katta h deb turib mana buni belgilashga ketdik. Endi kichkina h deyapmiz. Mana bu radius bo'lib qoladi, shar radiusi. Mana bunda uchidan bu uch tutashtiradigan bo'lsam, bu ham radius bo'lib qoladi. Endi e'tibor beramiz. Xo'p, mana buni radius desak, mana buni radius desak, mana bu nima bo'lib qoladi? H minusdan radius qoladi. Endi e'tibor beramiz mana. Mana bu tushgan nuqtani qanaqadir P dedik. Mana bu joyi qanaqadir T nuqta bo'lsin. Endi S P T to'g'ri burchakli uchburchak bo'lyapti. Mana bu yerga bitta balandlik tushirilgan mana. S T P to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Demak, yozadigan bo'lsak nima bo'ladi? H minusdan r kvadratiga qo'shaman mana r kvadratni. Demak, teng qoladi gipotenuzdan kvadrat, ya'ni r kvadratga teng bo'ladi. Demak, hisobladigan bo'lsam h kvadrat minusdan 2 ta rh plusdan r kvadrati plusdan r kvadrat teng bo'lar ekan r ni kvadrat. Endi ixchamlayman. R kvadratlarimiz qisqarib ketadi. Demak, bu yerdan biz radiusni olib kvadratni topadigan bo'lsak, 2 ta rh minusdan h kvadrat bo'lib qoladi. Bo'ldi. R kvadratni aniqlab oldim. Mana shunaqa ifodalangan ekan. Endi eng katta hajmli bo'lsin deyapti. Endi konst hajmi qanaqa topardik? V teng 1/3 pi r kvadrat. Pi r kvadrat bo'lsa asosimiz iborat bo'lyapti, aylanma iborat bo'lyapti. Demak, pi r kvadrati kichkina r kvadrati ko'paygan nima bo'lib qolyapti? H bo'lib qolyapti. Bu teng 1/3 pi keyin qoldi r kvadratni o'rniga mana bu 2 ta pi 2 ta rh minus h kvadrat qo'yib yuboraman. Demak, 2 ta rh minusdan h kvadrat ko'paygan h bo'lyapti. Endi mana ko'paytirsam, mana pi bilan mana ikkilasi qisqarib ketdi bo'ldi. Demak, ko'paytiradigan bo'lsam 2 ta rh kvadrat minusdan h kub bo'lyapti. Endi eng katta hajmli bo'lishi nima bo'lishi kerak edi? Mana shundan hosilani, mana shu hajmlarni h ga nisbatan hosilab 0 ga tenglashim kerak. Demak, v dan h ga nisbatan hosil olaman. Demak, nima bo'lib qoladi? 4 ta rh minusdan 3 ta h ni kvadrati bo'lib qoladi. Endi mana shuni 0 ga tenglayman. Bitta qiymati h ni 0 ga tenglik kelib chiqadi. Ikkinchi qiymati h ni topadigan bo'lsam, 4 ta r taqsim h ga tenglik kelib chiqadi. H deyman. 3 ga tenglik kelib chiqadi. Mana shuni bitta h 0 ga tenglik kelib chiqadi, bitta h nimda, hop buni h1 desam, bu h2. H2 imiz 4r taqsim 3 ga tenglik kelib chiqadi.
Endi e'tibor beramiz. Mana bu h1imiz nima bo'ladi? Balandlik 0 ga teng bo'lmaydi. Demak, bu kerak emas bizga. Keyin h2 4r taqsim 3 bo'lyapti. R nima edi? Radiusimiz hop 3 ga teng edi. Demak, o'rniga r o'rniga biz mana 3 qo'yadigan bo'lsak, nima bo'lib qoladi? Balandligimiz 4 bo'lib qoladi. Demak, mana shu konusimizni balandligi 4 ga teng bo'lgan ekan. Endi mana shu balandlikni mana bu yerga olib qo'ysam nima bo'ladi? Bu yerga olib qo'ysam, konstni radius kelib chiqadi. Demak, r ni kvadrati teng bo'lgan ekan. 2 ta r h bo'lyapti. Demak, 2 ko'paygan radiusimiz 3 ga teng edi. Shardiki, kim bu 4 bo'lyapti. Minusdan 4 kvadrat 16. Buni hisoblaydigan bo'lsak, r kvadratimiz teng bo'ladi. 2 kira 3 6, 6 kira 4 24. 24 dan 16 olsak 8 bo'lib qolgan. Demak, r kvadratimiz 8 ga teng bo'lgan ekan. Bo'ldi. Endi bizga oxir qiladigan ishimiz konstni hajmini topib qo'ysak bo'ldi. Demak, konst hajmini qanaqa topamiz? Qayerda topib qo'ysam bo'laman? Tepadan topib qo'ying. Konst hajmi desaman, v konst hajmi teng bo'ladi 1 taqsim 3 s asos o'rniga p r kvadrat, kichkina r kvadratni ko'paygan h bo'lyapti. Teng. Demak, p bilan mana bu 3 qisqarib ketadi. Demak, r kvadratni o'rniga necha qo'yaman? 8 ni qo'yaman. Keyin h o'rniga nechani oldik? Mana 4 bo'ldi balandligimiz h. Demak, 4 olaman. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, 32 ga teng bo'lgan ekan konstni hajmi. Endi javoblardan qaraydigan bo'lsak, 32 degan javobimiz S javobga mos kelar ekan. Mana S javobga mos kelar ekan. Bo'ldi. Demak, konst hajmiga S javob bo'lar ekan. Mana shu bilan mana 3 talik savolimizni ham tahlilni qilib oldik. Bizni kuzatishda davom eting, bizni qo'llab-quvvatlab turing.